Landi to'yimni birinchi qismi boshlandi. Ogohlantiraman, to'yimni 3 qismga bo'laman. Albatta bitta bolaga 3 marta tegaman. Qanday qilib deysizmi? 3 ta oq ko'ylak kiyaman. Bittasi O'zbekistonda Zaksda, ikkinchisi to'yda, uchinchisi esa Qozog'istonda. Balki to'rtinchisi ham bo'lar Koreyada. Endi unisi Allohning izmida. Shahodat topcha to'yimda bitta bo'lar ekanman desam, bir payt qarasam, onam ham shatta makiyajga o'tiribdilar. Bu yerda bitta motivatsion gap aytib ketaman. To'y kuni kelindan faqat onasini chiroyli bo'lishiga haqqi bor. Bunaqasini aniq ko'rmagansizlar. Endi ko'rib mendan bilib olasizlar. Lifehack krossovka bilan kelin ko'ylak kiysanglar, davrani hech kimga bermaysizlar. Bu yerda svидетелем haybaydi, Wi-Fi yonib qolgan shekilli tinmay o'ynaydi. Hamma kuyov to'ralarni yig'lab kutib olsa, biz likkillab o'ynab kutib oldik. Ana gap esga tushdi. Meni to'yim, bir men erga tegmay ekan, hamma bildi. Bu yerda o'zimizcha kelin kuyovlar birinchi marta bir-birimizni shunaqa holatda ko'rib, qo'rqib ketamizmi, qochib ketamizmi, yo'qmi, sinab tekshiryapmiz. Hammasi joyida. Eng ta'sirli nuqtasida gapirmayman degandim, lekin gapirmasam kadrda ko'rinib qopti. Enam xursandligidan nevaram erga tegyapti deb qarsak chavoribdi. Bu yerda shuncha yig'lasam ham Shahodat topcha shpaklyovkamni beton qilganmi deyman, hech tushim oqmaydi. Erimga qarab shatta yuring oldimga tushing deb moshinaga o'tirib oldim. Bu yerda nevaralarimga 40 yildan keyin mana bobong bilan to'yimizdagi rasmim deb rasm ko'rsatish uchun kabobchini yonidagi Love Story Begabotda ham fotosessiya qilib oldik. Orada svидетелем bilan shatta kuyov bolani tashlab ham qochib yordik. Sababi Shahodat topcha bizni ikkinchi kelinlik obrazini qilish uchun kutib turgandilar. Bu yerda tirillab quyonni ham orqada qoldirib shunaqa chiroyli qilib qo'ydilar. Davomini keyingi qismda ko'raverasizlar.